Zo'r مەغلۇبىيەت. ئاپتورى زبىگنېۋ برېزنىسكى. 2. قىسىم. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى. 1988 yılı 1 ayının 8 günü çırayı keskin Mikhail Gorbachev ıslahat bizning eng axirgi fursatimiz. Islahatni tuzitish bizning qiyomatimiz dedi. Bu so'zni Sovet İttifoqi tashviqot tarmoqlarining rahbarlik yig'inida aytgan. Keyin Moskva axborot gazetining alayida ta'kidlashi bilan keng tarqaldi hamda Sovet İttifoqi yuqori qatlam zotlari keng naql qildi. Gorbachevning so'zi bilan uning ustozi Nikita Xrushchevning qizg'in umidvorligi intayin ro'shan selishtirma shakllantirdi. Xrushchev 30 yil ilgari Sovet İttifoqining kelgusi haqida muhokama qilgan edi. U g'alaba qilgan sotsialistik Sovet İttifoqining dunyodagi birinchi iqtisodiy kuchli davlat bo'lish sifati bilan kommunizm davriga kirish manzirsini bir-birlab tasvirlab 1965 yildan keyingi bir mezgil ichida, masalan 5 yil ichida deb aytsak, Sovet İttifoqining kishi beshiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish saviyasi Amerika bilan tenglashidi yoki Amerikadan eshib ketadi. Shunga Sovet İttifoqi shu joqqa borganda yoki uningdan burun ishlab chiqarish miqdori va kishi beshiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish miqdori dunyo bo'yicha mutlaq birinchi o'rinda turdi. Bu Sovetliklarning dunyodagi eng yuqori turmush saviyasidan bahramand bo'lishiga kapolatlik qiladi degan edi. Bu so'zni Xrushchev 1958 yılı 11 ayının 14 günü Sovet İttifoqi Harbiy institutining maktab bitirgan o'quvchilariga aytgan. Bu qarash to'mtaqli jo'yilish yoki tasodifiy sal qarg'anlik emas. Bu ulug'vor iroda Sovet İttifoqliklar doim gapini qiladigan iqtisodiy qurilish ulug'vor tizislarda o'zliksiz ko'rilishga boshladi. Mazkur tizis Sovetlar İttifoqi iqtisodini yaqin kelgusida dunyoda oldingi o'ringa o'tkazadiganligi kapolatlik bergan edi. Amaliyotda dal ilgari aytib o'tgandek, bu so'z hatto Sovet Kommunistik partiyasining 1961 yılı ma'qullagan partiya nizomnomasiga kirgizildi. Mazkur nizomnomada yana navbatdagi bir avlod Sovet ittifoqlilarning kommunizmni umumyuzlik amalga oshirishdagi muqaddas bosqichga kirdiganligiga kapolat bergan edi. 30 yildan keyin tarixiy jiddiylik tuyg'usi Sovet İttifoqining yangi bosh sekretari hamda boshqa rahbarlarning ideyasiga yetakchilik qildi. Ular kishini umidsizlantiradigan reallikdan o'zini qochirishga amalsiz. Sovet İttifoqi bilan asosliq kapitalizm raqobatchisining farqi cho'ng'ib qolmay, 20-30 yil ichida boshqa davlatlarning Sovet İttifoqidan eshib ketish xavfiga duch keldi. Yaponiya allaqachon Sovet İttifoqidan eshib ketdi. Butkul dunyo Sovet İttifoqining tuyuq yo'lda mengayotganligini biladi. Bu Sovet İttifoqining xalqarалық shuhratiga ziyonkashlik qilishga yetarlik. Gorbachev Sovet İttifoqining yuqori qatlam rahbarlarini barliq kuchi bilan tuzumni yangi hayotiy kuchga ega qilishda rag'batlantirish uchun darvaqa kommunizm hayot mamotlik payti kelib qoldi degan edi. G'arb umumyuzlik holda Sovet Kommunistik partiyasi siyosiy bürosida islohotchilar va mutassiblar bor. Islohotchilar isloh qilishni tashabbus qiladi, mutassiblar hozirgi holatni saqlashni tashabbus qiladi deb qaradi. Lekin ahvol bu qarash bilan dal aksicha edi. 80-yillarning o'ttirg'i kelganda Sovet İttifoqining mutlaq ko'p qism yuqori qatlam rahbarlari cho'qim tuzilmani isloh qilish kerak deb qardi. Haqiqiy qarshilik
asosliqi har qaysi ittifoqdosh jumhuriyat va oblastlarning birinchi qo'l sekretaridan kelgan. Bu kishilarning o'z ziminidagi kuchi cho'nqur yiltiz tortgan. Ularda Kreml saroyi rahbarlaridek keng yer sharivi nazar kamchil. Sovet İttipaqining oliy rahbarlarida ixtilof qandaq isloh qilish, islohotning ko'lami va axborot tashviqot xodimlari orqali Sovet İttipoqi ommasining islohot musofasiga qanchalik darajada qatnashishni qandaq belgilash masalasiga markazlashgan edi. Sovet İttipaqining bir qism oliy rahbarlari texmi ehtiyotjon hamda puxta qadam bilan yuqoridan tövanga isloh qilib, ijtimoiy iqtisodning qaytadan jonlanish xizmatini hokimiyat yurgizayotgan partiya qo'lida mahkam tutib turishni tashabbus qildi. Ammo ularmo Sovet İttifoqi ofat xarakterlik zavolliqqa yuzlanishidan saqlanmoqchi bo'lsa, zo'r islohot elib berish kerak deb qardi. Алдыңғы бапты баян қылынғандак, ular demokratchilar emas, balki erkinlik parvarlardir. Gorbachev o'xshamagan siyosat qo'llanishni tashabbus qildi. U oshkor holda islohot to'lqinining avangardida bo'lib, tövanda qasddan jamiyat besim paydo qilib, islohotni ilgari surdi. Bu dal oshkor harakatning taktikalik ma'nosi. Oshkorliq kishilarning Sovet İttifoqi tarixi va hozirgi holatiga bo'lgan mamlakatlik bas munozirasini keltirib chiqadi. Bas munozir jarayonida o'tmishda muqaddas deb qaralgan nurg'un narsalarga oshkor haqorat qilindi. Ko'p yillardan beri hech kim bilmagan ishlar oshkorlandi. Davlatning yuzaki birdakligi buzildi. Bir qism kishilar bu tuzumning kelgusini oldin ko'rib yetdi. Bas munozara 1988 yili 6 oyda ochilgan partiyaning 19 qitimliq doimiy bo'lmagan vakillar yig'inida yuqori pallaga yetdi. Nurg'un kishilar necha yil ilgari revizionizm deb ayiblagan so'zlarni ishlatishga boshladi. Başdan axır qatmallashgan an'anaviy ta'limotda hukmronlik qilayotgan partiyaga nisbatan aytganda revizionizm intayin ig'ir jinoyat. Sovet İttifoqining yuzaki birdakligi ig'ir siyosiy to'qinish keltirib chiqarishi mumkinchiligi bo'lgan bir qator masalalarga keltirib chiqargan o'shmanlik tarafidan chok chekidan ajrab ketdi. Oqibat hokim mutlaq tuzumidagi Sovetlar ittifoqi har vaqt parchalanib ketishi mumkin bo'lib qoldi. 5-bob xam xiyoldan revizionizmgacha. Sovet ittifoqining yangi rahbari Mikhail Gorbachev islohot jarayonida paydin-pay revizionizm yo'liga mangdi. Bu jonliq yangi reallikni kishini cho'chitadigan haqiqatdan boshqa texmi yaxshi tushuntirib beradigan narsa yo'q edi. Gorbachevning so'zlari uning iqtisodiy islohot orqali hayotiy kuchini namoyon qilishni tashabbus qilishdan texmi talto'kis islohot qilishni tashabbus qilishga o'zgarganligini ifodalab berdi. U Sovet İttifoqining iqtisodiy qurilmasini o'zgartib qolmay, Sovet İttifoqi tuzilmasining ideya asosini hatto belgilik darajada Sovet İttifoqining siyosiy programmasini o'zgartmoqchi bo'ldi. Bu o'zgarish uning Sovet İttifoqi krizisini cho'nqurlab his qilganligini ifodalab berdi, ham uning ajoyib talanti borligini isbotladi. Ammo Kommunistik partiya Sovet İttifoqining kelgusini davomliq tutib turish kerakmi yo'q degan masalani cho'rdigan holda uzun muddatlik bo'linish xarakteridagi siyosiy to'qinishdan bishorat berdi. Partiya hatto hamon bir kuni jamiyatni monopol kontrol qilishni yo'qotishi mumkin. Sovet İttifoqidagi marksizm-leninizm harakatida revizionizm uqumi uzun va azobli tarixni boshdan kechirdi.
Sovet İttipaqining siyosiy lug'atida bu so'z alayda salbiy ma'noga ega bo'lib, uzundan buyon partiyaning asosli ta'limotidan yiroqlab ketgan ro'shan sotsial demokratizm xohishi borlarni ko'rsatib keldi. Lenin sotsial demokratizmdan yirginadigan va rad qiladigan bo'lib, intayin xatarlik deb qaraydi. Stalin bo'lsa, barliq kuchi bilan uni tüp yiltizdan qurtib etmoqchi bo'ldi. Leninizmning mirosi sotsial demokratizmga dushmanlikni ifodaladi. Chunki sotsial demokratizm haqiqiy demokratiyani, oshkorlikni, ommaning tadbir belgilashga qatnashishini, o'xshamagan qarashlarni sig'dirishni ta'kidlaydi. Sotsial demokratizm hatto o'z harakatidami qonunliq raqobat orqali rahbarlik huquqiga erishishni tashabbus qiladi. Lenin va agashkuchilari bu ideyalarni kichik kapitalizm deb ayblab, proletariat sinfi ehtiyojli bo'lgan kasbiy inqilobchilardan tarkib topgan tuzumi qattiq partiya bilan sig'isholmaydi deb qaraydi. 1917 yildan keyin bu siyosiy partiya kasbiy siyosiy partiya bo'lib qolmay, proletariat sinfining mangulik hukmdori bo'lib qoldi. Leninning bolshevizmi mensheviklarning sotsial demokratiyasi bilan bo'lgan kurashda yetilgan edi. Bolsheviklar hokimiyatni tortib olgandan keyin darhol mensheviklarni qirib yo'qotdi. Stalin bu kurashni davomlashtirib, siyosiy raqobatchilarga sotsial demokratik revizionizm qalpig'ini kiydirib, nazariyaviy tanqid qilishni, ularni jismoniy jihatdan yo'qotishning haqqoniy bahonasi qildi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Sovet İttipaqining ta'sir kuchi Sharqiy Yevropaga kengaydi. Sotsial demokratizm Stalin tarafidan g'arb imperializmning bo'ysundirish quroli deb tuhmat chaplanib, o'ch elishning alayda nishoni bo'lib qoldi. Darvaqa sotsial demokratik solchilarning xirisi Sovet İttifoqi tarixida izchil intayin xatarlik deb qaraldi. Bu ikki taraf o'rtaq cho'qinadigan marksizm peshvolarining o'xshamagan qarashlarni razil ta'limot deb qarashga moyil bo'lganligidan bo'lib qolmasdan yana Sovet İttifoqi rahbarlarining sotsial demokratizmchilar ishlatgan so'z va simvollik qo'l ishoratlari kommunistik partiyaning siyosiy kontrolligidagi ommaga nisbatan g'oyat zo'r yoshirin chaqiriq qilish kuchiga ega deb his qilganligida edi. Sovet İttifoqi hokimiyat yurgizayotgan kompartiyaning ichki rahbarlik qatlamidagi barliq revizionizm hodisasiga izchil alayda kuchli dushmanlik bilan qarab keldi. Yugoslaviyaning yuz o'rishi bo'libmi Tito yurgizgan har xil ishchilar komiteti sinoqlari revizionizmning alayda aksil inqilobiy ifodasi. Marksizm Leninizmga qilingan osiylik deb ayblandi. Bu ayplash 40-yillarning oxiri va 50-yillarning boshlarida Sharqiy Yevropa davlatlaridagi ko'plagan oshkora sotlarda ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni birdak revizionizmchi unsur, xoin va g'arbning josusi deb bekitdi. 1956-yili Hungariya va Polshada Stalinizmga qarshi milliy harakat portlagandan keyin Moskva revizionizmchi qalpig'ini 1958-yili etilgan Hungariya rahbari Emre Nagyning beshiga kiydirib, uni betaraf maydondagi amaliyotda sotsial demokratizmdagi Hungariya qurmoqchi bo'ldi deb aybladi. Moskva yana tanqidning tig' uchini
Polsha Kompartiyasining millatchilik g'oyishi bor rahbari Vladislav Gomulkaga qaratdi. Moskva Gomulkadan qattiq gumonlanadi. Chunki u egilik huquqi nisbatan ko'p bo'lgan Polsha Kompartiyasi hokimiyatini mustahkamlash uchun kishining qattiq nafratini qo'zg'aydigan kollektivlashtirish tuzumidan voz kechib, dehqonlar va katolik diniy jamiyati bilan murassallashib, partiyaning ideologiyasidagi kontrolligini bo'shatishga tayyorlandi. Gerçi Kreml sarayı ahiri Gomulka bilan yarışib, uning hokimiyatini majburiy qo'llagan bo'lsa-mu, ammo Polshaning ichki vaziyatining taraqqiyotiga izchil diqqat qilib turdi. 50-yillarning oxirida Sovet ittifoqi gazetlari Polshaning barliq revizionizmga o'zliksiz hujum qilib, Polshada razil sotsial-demokratizmning qayta tirilishida yoshirin xavf bor deb qardi. Revizionizmning Sovet ittifoqining qiynishi 1968-yildagi Praga bahorida yuqori pallaga chiqdi. Chexoslovakiya Kompartiyasi tarixiy ahamiyatga ega harakat nizomida Chexoslovakiya Kompartiyasining yangi rahbari bo'libmi birinchi sekretari Aleksandr Dobchek tashabbus qilgan ideyani sharhladi. Sovet ittifoqi rahbarlari bor kuchi bilan bu ideyani aybladi. Harakat nizomida Chexoslovakiya siyosiy turmushini demokratiyalashtirish va iqtisodni tarqoqlashtirishni yo'lga qo'yib, ideologiyani ichib o'tish va sotsializmning jinoyatini umumyuzlik pash qilishni tashabbus qildi. Moskva bu tashabbuslarni o'ngchil revizionizm, kapitalizmga qaytish va Varshava ahdi tashkilotidan chekinishga yo'l ochganlik deb aybladi. Brezhnevning harbiy mudohila yurgizib, Dobchik va uning xizmatdoshlarini almashtirib etishi Praga bahorining muqarrar natijasi. Lekin agar Gorbachevning 80-yillarning oxiridagi qarashi bilan Kreml sarayi ilgari qaragan revizionizm qarashini selishtirsak, ikkisi orasida kishini hayron qoldiradigan o'xshashliklarni bayqaymiz. Shubsizki, Gorbachevning ideyasi to'satdan shakllangan emas. Gorbachev hokimiyat tutgan dastlabki mezgilda siyosiy byurodagi xizmatdoshlari bilan Sovet ittifoqi tuzilmasida burunli islohot qilish kerakligini his qilgan edi. U dastlabda diqqatini Sovet ittifoqi iqtisodini muvofiqlashtirish va zamonaviylashtirish qaratdi. Ehtiyotchanlikni chiqish qilgan emas, balki boshqarish va planlashni yaxshilash orqali iqtisodiy saviyani zo'r darajada yuqori ko'targili bo'ladiganligini his qilganlikdan edi. Gorbachev dastlabda ommaga isrofchilik, iqtisod boshqarish yaxshi bo'lmaslik, mahsulot sifati nachar bo'lish, intizomsizlik, haroqkashlik va umumyuzlik o'rinliqni tugutish to'g'risida chaqiriq qildi. Kishilarga Gorbachev dastlabda Sharqiy Germaniyani ulga qilib, yuqori unumlik, intizomchan, texnikasi ilg'or kommunizm tuzilmasi barpo qilmoqchi degandek ta'sirot berdi. Lekin Gorbachev Rossiyaliklarning Germanlarga o'xshamaydiganligini, Sovet ittifoqini cho'ngaytilgan Sharqiy Germaniya qilishning amalga oshirg'il bo'lmaydigan xom xiyol ekanligini tezla bilib yetdi. Bu aniqla uning ko'nglini qattiq g'ash qiladi. U reallikqa yuzlanmasi bo'lmaydi. U duch kelgan masala madaniyat va tuzilmaga cho'nqur yildiz tatgan. Amaliyotda Gorbachev qisqagina 2 yillik izdinish jarayonida Sovet ittifoqi islohoti g'alaba qilmoqchi bo'lsa, cho'qim xalqning ko'z qarashini, jamiyatning siyosiy madaniyatini, hatto Sovet ittifoqi siyosiy tuzilmasining o'zidagi alaydiligini o'zgartish kerakligini to'nib yetgan edi.
1988-yılı 6 ayda partiyanın 19-cı qitimliq alaydı vəkillər yığınında buruluş boldu. Gorbachev içiliş murasimidagi sözüdə siyasi islahatның muhimligini iqtisadi islahatdan yuqori o'ringa qo'ydi. U biz bugun nurg'un murakkab masalalarga duch keldik. Biroq qaysisi eng halqiliq? Sovet İttifoqi Kompartiyasi Markaziy komiteti halqiliq masala siyosiy tuzilmamizda deb qaraydi, dedi. İqtisadi islohot faqat siyosiy islohot yurgizgandan keyinla muvaffaqiyat qozonalaydi. Ondan Sovet İttifoqi dunyodagi texmi ilg'or jamiyatlardan qilishmaydigan turmush saviyasini qo'g'lasa, Sovet İttifoqi ko'p yillar ilgari kishilarga bergan sotsializm ulug' g'oyasini ishga oshirsa, Sovet İttifoqi ideologiya tashabbusining mo'l moddiy asosga ega ekanligini isbotlasa bo'ladi. Kishilarda mundaq tuyg'u bor. 1988-yılı Gorbachev Hongriya islohatidan ilhamga erishish umidida bo'ldi. Islohot muhim nuqtasining iqtisoddan siyosiyga yo'tkilishiga ergishib, Gorbachev 1987-yılı boshqa bir xil usulni qo'llandi. Yuqoridan tövanga tushirgan maqsadlik besim, ya'ni mashhur oshkorlik, yuqoridan tövangacha umumyuzlik o'zgartish, ya'ni islohotni ilgari surdi. Hatto turtki bo'ldi. Oshkorlik yana Sovet İttifoqining butkul tuzilmada keng doirliq demokratiyalashtirishni yo'lga qo'yishi kerakligidan derak berdi. Biz cho'qim oshkorlik va demokratiyaning yuqoridan tövanga umumyuzlik kontrol qilishni ta'kidlaydigan an'anaviy Leninizm prinsipiga xilof ekanligiga diqqat qilishimiz kerak. Islohot taraqqiyotini ilgari surish jarayonida oshkorlik va demokratiyalashish bu tuzilmaning xususiyatini o'zgartirib o'tadi. Gorbachev bu qitimqa alaydi vakillar yig'inida yuqoridan tövanga islohot qilishda qo'l qo'shtirib qarab turganlarni tanqid qildi. Yuqoridan tövanga besim tushirayotganlarni ilhomlantirdi. U nutqida har qaysi joylardagi xalq xat yozib yoki munozir qilib, islohotning texi ularning yenig'imi kelmaganligini inkos qilyotdi. Ular qachon islohot bo'ladi deb so'rayotdi. Ammo islohot osmondan tushadigan pechina emas. Islohotni shahar, yezi xalqi o'ziga tayanib qilish kerak. Hargizmo biror kishining islohotni bir yerdan akilib berishini kutib turmaslik kerak, dedi. Boshqacha aytganda, islohotning olg'a besishini ilgari surish tuzilmasidagi erkinlashtirishga muhtoj bo'lib qolmay yana tuzilmadagi demokratiyalashishga muhtoj. Shak shubhasizki Gorbachev o'zini haqiqiy Leninizmchi sifatida harakat qo'llandi. Partiyani Leninizmning haqiqiy nazariyaviy asosiga qaytarib kelib, Stalinizmning ziyonli ta'siridan qutuldiryapman deb qaraydi. Ammo nihoyat aniqki, u texmo yuksak, atrofliq, jonliq usulni qattiq dog'dug'i bilan tashviq qilishga majbur bo'ldi. Chunki u bu xil usulda islohot elib bormaganda o'zining hech ishni bir boshqa elib chiqolmaydiganligini his qilishga boshlagan edi. U cho'qim agar Leninizmning an'anaviy prinsipi bo'lgan yuqoridan tövanga qartilgan kontrolliq, ondan tövan qatlam jamiyatda o'zgarish paydo qilg'ili bo'ladiganligiga davomliq hurmat qilsa, Stalinizm barpo qilgan huquq va alayda huquqliq organlarning qoldiq ta'sirida mag'lub bo'ladiganligini his qildi. Bu tarbi uni Sovet İttifoqi mutaassiblari revizionizmchi degan qalpoqni kiygizib qo'yish mumkinchiligi bo'lgan usulni qo'llanishga majbur qildi.
Diqqət qilishqa arziydigini Gorbachevning oshkora nutqi rasmiy so'zlarga qaraganda texmi ko'plagan revizionizm nayringini oshkorlab bergan edi. Chunki uning rasmiy so'zlari anglashlarga qaraganda siyosiy byuroning kollektiv ma'qulligidan o'tgan. Buningdan Gorbachevning bu ishdagi shaxsiy hissiyotini bilib olaymiz. Mayli qandaqli bo'lsin, Gorbachev rais nutqi va rasmiy so'zlarda ta'kidlagan bosh tema ba'zi sazgur nuqtalarda Dobchik ko'p yillar ilgari ta'kidlagan masalalarni kishining esiga soladi. Hatto Gomulka yoki Titoning marksizm leninizm ta'limotini texmi ehtiyotchanlik bilan o'zgartishni aytib o'ltirishning hojati yo'q. Gorbachev qat'iy umidsizlikka to'lgan talaffuzda masalalarni bayon qilgan bo'lib, hukumatning sotsializm cho'qim g'alaba qiladi degan umidvor kayfiyati bilan ro'shan selishtirma bo'lib qolgan edi. Gorbachev Sovet İttipaqining qiyomatidan bishorat bergan so'zlarni bir qancha qitim ishlatib turib, bu masalalarni tilga oldi. 1988-yili 2-oyning 18-kuni u o'zining markaziy komitet a'zolarini ogohlantirib, yo'ldoshlar, eng muhim demokratiyalashtirish islohotning yangi bosqichida. Partiya faqat demokratik shakldan foydalanibla o'zining avangardligi va rahbarlik roliga kapolatlik qila oladi. Qilchim ko'ptirmay aytishqa bo'ladiki, bugungi barliq ishlar bu vazifaning hal qilinishi bilan munosabatli dedi. Davomi bor.